Qiyomatda shunday tirilishligimiz bilan birinchi marta so'raladigan eng birinchi savol namoz haqida bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda avvalu ma yuhasabu bihi al-'abd inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abd yawm al-qiyamah as-salat fa in saluhat faqad aflaha wa naja wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Bandaning qiyomat kunida eng birinchi hisob kitob qilinadigan amali namoz deydi. Agar namozi durust bo'ladigan bo'lsa najot topibdi deydi. Agar namozi durust bo'lmaydigan bo'lsa fasadat deydi. Namozi fosid bo'ladigan bo'lsa, namozi durust bo'lmaydigan bo'lsa bu banda ziyon qildi, umidsiz bo'libdi, oxiratini yo'qotibdi bu banda. Ikkinchisi, demak birinchisi namoz qiyomatdagi eng birinchi so'raladigan amallardan bo'lsa, ikkinchisi Alloh taoloning haqiqiy do'stlari bo'lishga arziydigan kimsalarni zikr qilganida Alloh taolo ular namoz o'qiydiganlar deb aytgan ekan. Allohning do'stlari bo'lishlikni xohlasangiz namoz o'qiydigan va sizni atrofingizdagilar ham namozxonlar bo'lishligi. Faqat o'zingiz namoz o'qib qo'yishlikning o'zi kifoya qilmaydi. Allohning do'sti bo'lishlikka, shu maqomga ko'tarilishligingiz uchun o'zingiz namozni qoyim qiluvchi va atrofingizdagilar namoz o'quvchilar bo'lishligi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadi: "Innama waliyukumullohu va rasuluhu vallazina amanu allazina yuqimuna as-salata va yutuna az-zakata va hum roki'un." Sizlarning do'stlaringlar Allah. Sizlarni do'stlaringlar Alloh va rasuli, payg'ambar sizlarni do'stingiz va iymon keltirib namoz o'qiydiganlar va zakot beradiganlar va ruku qiladiganlar sizlarni do'stingiz deydi. Nima qilasiz? Har xil do'st izlab. Agar Alloh sizni do'stingiz bo'lsa, hech qayerda xo'r bo'lmaysiz, zor bo'lmaysiz, hech narsaga muhtoj bo'lmaysiz. Ba'zi odamlarni ulfatlarini, johillarni tashab keta olmayotganini ko'rasiz. Nimaga tashab ketmayapsan? Nimaga ular bilan bir dasturxonda sharoblar, aroqlar bo'lgan, Allohning hurmati paymol qilingan dasturxonda o'tiribsan desangiz, u aytadi: "Ha, ertaga to'yim bor, to'malog'im bor, xudoyim bor, o'ligim bor, tirigim bor, mana shu do'stlarim turib bermasa shu yerda kim turib beradi?" deydi. Boshingizga kulfat kelganda do'stlardan topmaysiz o'sha do'stlarni. Ammo Alloh sizni do'stingiz bo'lsa, xo'r bo'lmaysiz, zor bo'lmaysiz. Hamma narsaga ehtiyojingiz qolmaydi endi. Sizlarning do'stingiz Alloh deyapti. Va iymon keltirganlar, namoz o'qiganlar, namoz o'qiganlar, zakot berganlar, ruku qilganlar. Va man yatawallalloha va rasulahu vallazina amanu fa inna hizballohi humul g'olibun. Kim Allohni do'st tutsa, kim Allohni do'st tutsa, payg'ambarni do'st tutsa, iymon keltirganlarni, namozxonlarni o'ziga do'st tutadigan bo'lsa, ba'zi johillarni ko'rasiz, ko'chalarda namozxonni ko'rsa chochtikka bo'lib ketadiganlar ham bor. Namozxonni ko'rganda chochtikka bo'lib ketadigan bechora shaytonning do'stlari bor. Allohni do'st tutgan, payg'ambarni do'st tutib, iymon keltirib, namoz o'qiganni do'st tutgan kishilar, ana shular Allohning to'dalari. Allohning to'dalari, to'plari, bular g'olibdir har vaqt deydi. Namoz o'qib qavmi qarindoshida kaltak yeyotgan, namoz o'qib
mahallasida alako'z bo'lib qarayotgan odamlar namoz o'qiganligi uchun hech ham xafa bo'lmasin. Ya namoz o'qiganligi uchun jo'ra ulfatlaridan yakkalanib qolgan bechora. Namoz o'qiganligi uchun ko'p jaholatlar botqog'ida birga o'tira olmasdan o'zi chekkada qolib ketgan kishi. Hech ham qayg'urmang, g'olibsiz. Namoz o'qisangiz, yakka o'zingiz bo'lsangiz ham hayotda biling, Alloh siz bilan, demak siz g'olibsiz. Allohni do'st tutgan, payg'ambarni do'st tutgan, iymon keltirgan do'st tutganlar Allohning to'dalari, ular g'olibdir. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. Ey iymon keltirganlar deydi. Ey iymon keltirganlar, sizlarni diningizni masxara qilib, o'yinchoq qilayotgan kishilarni do'st tutmang. Sizni diningizni birov masxaralasa, yo bir musulmonni masxaralasa, shularni do'st tutib, laganbardorlik qilib, shularni to'ylarida xizmat qilib, shularning ishlarida, uylarida yurish. Alloh taolo aytibdi, unday odamlarni do'st tutmang. Ular sizlardan avval o'tgan ahli kitoblar, yahud, nasorolar sizlarni dinlaringlarni masxaralaydiganlar. Kofirlar sizlarni dininglarni masxaralaydiganlar. Ularni do'st tutmang. Ular ba'zisining do'sti o'zi ular. Tili birlashib ketaveradi ularni. Musulmonlarga ziyon yetkazishlikda kofirlarning hammasining tili bir bo'laveradi.